Bursatkalarda har bittasini alohida narx-navolarni aytib o'tamiz. Kamerada ko'rinyaptimi yo'qmi? Unchalik bilim olmayapti, lekin farqi katta bular bilan. Bularimiz oddiy mana o'zini holatdagi narsa. Bu oxirdagini ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Oxirdagi ham ashtaqa narsa. Ham silliq bo'lib qolar ekan. Rangi ham o'chmaydi bu holatda. Xudo xolasa ranglari ham mashinada turadi, aynimas. Rangi ham o'chmaydi. Rangi ham zo'r turadi, xudo xolasa. Zo'r ekan, lekin agar buni ustidan xuddi taxtani ustiga laklab qo'ysanglar, taxtani rangi o'zgarmaydi-yu. Xuddi shunaqa narsa, ha. Singari narsa. Spesialniy mana shu beton uchun, burchatka mahsulot uchun chiqarilgan narsa. Buni necha yil garantiya kafolat berilar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar YouTube'dagi Vodiy ahli kanalini tomosha qilyapsizlar. Qadrli obunachilar, usta akalarimiz bir Fayzi xonadonga shunaqa burchatka xizmatlarini qilib berishibdi. Hozir 2026-yilda yoz oyida shu burchatka bosish xizmatlari hamda bursatkalarda narx-navolarini birgalikda yoritib beramiz. Usta akamizni oldiga kelganmiz. Undan tashqari burchatka sexga borib, har xil assortimentdagi burchatkalarni ham sizlarga obzor qilib, narx-navolarni hamma ma'lumotini beramiz. Undan tashqari bu bursatkalarimiz necha tonna yuk ko'taradi? Ularni ham bir qator so'rab usta akamizdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum usta aka. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Jimsiz? Usta aka, necha kvadrat bo'ldi? 290 kvadrat bo'ldi. 290 kvadrat. Necha pulga bitdi? Burchatka hamda xizmat haqqi. Xo'p, xizmat haqqimiz 45 ming so'mdan bo'ldi. Burchatkamiz 55 ming so'mdan 65 ming so'mgacha bo'ladi sotib olishi. Endi granitlari alohida bo'ladi. Bitta ko'rsatib ham qo'yasizlar. Bu nima degan nomi aka bu burchatkani? High-tech Grand. High-tech Grand. Mana ular hali Xitoy granitmi? Xitoy graniti. Xitoy granit. Mashin bilan mana kombinatsiya qilib juda ham chiroyli chiqibdi. Zo'r aka. Xudo xolasa. Necha pul ketdi ekan общий? 200 necha kvadrat dedingiz? 290 kvadrat. 290 kvadrat. Necha pul ketganini? Hisoblash kerak. Hisoblashib olasiz. Qadrli obunachilar. Xo'p, necha tonna yuk ko'taradi aka? 5 tonnadan oshiq 5 tonnagacha ko'taraveradi. 5 tonnagacha ko'taraveradi. Bunaqa narsalarni ham o'zingizlar sexdan chiqadi, olib kelib o'rnatib berdinglar. O'rnatib beramiz bularni. Nima edi aka bundan? Kolodis. Kolodis. Bu yerga 3 ta o'rnatilgan ekan. Bu yerda mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, videoda ko'rinyaptimi? Sal ukloni bor, maydan suv sepilganda mana shu yoqqa tortib ketadi. Xo'p. Usta aka, qayerlargacha xizmat qilasizlar? Andijon bo'ylab, xudo xolasa. Men o'zim bog' shamolda turaman. Andijon bo'ylab qonli xizmat qilaveramiz. Andijon bo'ylab qonli xizmat qilishaveradi. Bu usta akalarimizni mana burchatka ishlab chiqariladigan sexda 3 yildan beri video syomka qilib kelyapman. Odamlar rozi, xudo xolasa. Agar bir nojo'ya, bir qanaqadir yomon ish qilishganda, odamlar norozi qilganda bizga reklama berib, yana qayta murojaat qilishmardi. Xudo xolasa odamlarni ko'nglini olib, chiroyli qilib, sifatli qilib beryapsizlar, usta aka. Xudo xolasa. Yaxshi. Yana nimalarni aytamiz? Odamlar uchun burchatka bostirayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Ozgina burchatka bosayotganda asosan sement zo'r qo'shilsa bo'ldi. Zasipga zo'r bo'lsa bo'ldi. Iloji boricha yaxshi ustaga qildirgan. Yaxshi ustaga qildirgan. Eng birinchi o'rinda yaxshi ustaga qildirsanglar, sementni ham yaxshi qo'shadi normasida. Burchatkani ham mana qilib ko'rib turibsizlar. Eshik taglargacha burchatka qilib, mashina kiradigan joygacha ham burchatka bo'lgan aka. Usta aka, endi buni narx-navolarini ayting aka. Nech puldan nech pulgacha nima-nimalarni qilib bera olasiz? Ayting aka. Mana bu kolodislarimizni 100 ming so'm o'rnatamiz. Kolodis mana bu narsa ichidami yo xizmat haqqini o'zimi? Xizmat haqqini o'zi. Buni sotib olish alohida. G'ish urib, o'zimiz o'rnatishimiz 100 ming so'm. 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha o'rnatiladi. Lentalar 20 ming so'm metri qo'yiladi. Mana lentami endi mana? Keyin borduri ham 20 ming so'm qo'yiladi. Burchatkamizni narxi 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha bo'ladi. 40 ming so'mdan 60 ming. Endi haliginaqasiga qarab, dizayniga, joyiga qarab, zasipga qancha ko'paydi, qancha kamaydi, shularga qarab. Zo'r fayzli xonadon ekan. Endi qadrli obunachilar, usta akamiz bilan hamda burchatka ishlab chiqariladigan sexga borib, o'sha yerda ham bir boshqa assortimentlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ham bo'lsa bizni boshqa viloyatlardan ham ko'pchilik kuzatishadi. Shularga ham, boshqa viloyatlarga ham dastavka xizmatlari bormi burchatkalarini? Shularni ham bir qator sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz.
Hurmatli obunachilar, mana Bursatga ishlab chiqariladigan sexni yoniga kelganmiz. Bu o'zlarining reklamasi bo'ladi. Shu yerda Bursatkalarda har bittasini alohida narx-navolarni aytib o'tamiz. Endi Muhammad Yusuf bizga to'liq ma'lumotlarni hamda manzillarni aytib o'tadi. Muhammad Yusuf, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Muhammad Yusuf bilan 3 yildan beri 4 yildan beri xudo xolasa 4-yilimiz bu yil ishlayapmiz. Yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, Muhammad Yusuf, birinchi bo'lib manzilni aytaylik. Bizning manzilimiz Andijon tumani Zeleniy mostda joylashgan. Zeleniy most o'zida, MIBda oldida deb qo'yishadi. MIBda oldida. Ha. Telefon qilasizlar, lokasiya tashlab beraveradi, ha, Muhammad Yusuf? Xo'p, birinchi bo'lib mana uni yangilik qildik, deyapsiz, Muhammad Yusuf. Ha, bu qalbimizdan o'zi o'tgan yili ham bor edi, ko'rgan bo'lsangiz, eslayotgan bo'lsangiz. Buni ustiga yangilik chiqdi, laklangan holatda lak chiqdi bunga. Turkiyadan kelyapti buni laklari. Xo'p, buni rangi ham, haligi kачествоsi ham xudo xolasa mashinada turadigan narsa chiqdi. Bitta yaqinroqdan. Bu yaqinroqdan ko'rinadi. Keyin manaqa bleski bilan turadi doimiy holatda. Mana bunday bleskini ko'rishingiz mumkin, qadrli obunachilar. Endi kamerada ko'rinyaptimi yo'qmi? Unchalik bilim olmayapti, lekin farqi katta bular bilan. Bularimiz oddiy mana o'zini holatdagi narsa. Bu oxirdagini ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Oxirdagi ham shunaqa narsa. Bo'pti, mana o'zim ko'rsataveraman. Mana buni ham ustiga lak surkan. Buni ham usti laklangan holatda, ha. Ham silliq bo'lib qolar ekan. Rangi ham o'chmaydi bu holatda. Xudo xolasa ranglari ham mashinada turadi, aynimas. Rangi ham o'chmaydi. Rangi ham zo'r turadi, xudo xolasa. Rangli burchatkalarga ham ishlayveradi demoqchiman. Mana qora seriya yoki bundan boshqa rangli burchatkalarda ham bir xilda ishlayveradi. O'zi bu lak hali spesialniy burchatka uchun chiqqan. Spesialniy burchatka uchun chiqqan bundan. Chiqqan. Zo'r ekan, lekin agar buni ustidan xuddi taxtani ustiga laklab qo'ysanglar, taxtani rangi o'zgarmaydi-yu. Xuddi shunaqa narsa, ha. Singari narsa. Spesialniy mana shu beton uchun, burchatka mahsuloti uchun chiqarilgan narsa. Buni necha yil garantiya kafolat berilar ekan? Bunga 10 yildan ko'p deyapti. 10 yildan ko'p miqdorda bo'lgan garantiya berilyapti bu narsaga. Mabodo bir haliginaqa bo'lsa ham keyinchalik yana laklab qo'ysa bo'ladi. Yana laklab qo'ysa mana shu holatda turaveradi. Xo'p, zo'r. Necha pul buni 1 kvadrati? Bu burchatkamiz o'zi 55 ming so'm, mana shu holatda 3D holatda bo'ladi. 3 xil svetda, qalinligi 3 sm atrofida bo'ladi, 3 sm-lik. Mashinamiz 55 ming so'm, mana shu holatda bo'ladi. 55 ming so'm. Laklangan bo'ladimi yo laksiz holatda? Laklangan holatda misol xaridorlarimiz, klientlarimiz shuni o'zi talab qilsa, buni kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Ha. Bunaqa hali bitamda joyga obrazes qilib ishlamadik, o'zimiz ishxonada ishladik xolos. Klient bilan nima bo'lsa, keyingilarni, birinchilarni xudo xolasa bonus bilan qilib beramiz, yengil qilib. Birinchi chiqqan odamga xudo xolasa bonusi bor bunga. Bonusi bor. Pulini yengil qilib beramiz. Bu lakni xohlagan burchatkaga surkasa bo'laveradi. Xohlagan turdagi burchatkaga ishlaydi bundan. Ishlayveradi. Zo'r. Bu o'zimizning eski model. Nima edi buning nomi? Buni nomi bu ham yangilik. Mana Astana degan burchatkamizni kichkina ko'rinishdagisi bunisi. 25 razmerda chiqqan, bu ham yangilik. Bu 16 tasi 1 kvadratli burchatka bunisi. Narigisi 11 taligi edi. Bunisi 16 taligi. Necha razmerida farqi bor xolos. Lekin mahsuloti hamma yo'g'i bitta. Traverti yashil, mramorli qorishmali oq sementga chiqadi 100%. Necha pul aka? Buni puli aka burchatkani o'zi 48 ming so'mdan oxirgisi sotilyapti ishxonada turgan holatda. Bez dastavka, ha. Dastavkasi qo'shilsa endi adresga qarab kelishamiz xudo xolasa. O'zimizda ham transportlar bor. Hozirgi kunda. Mana u Xitoy kafeli ichida bo'ladi. Yo'q, bunisidan tashqari. Bunisidan tashqari. Bunisi bilan bo'lsa, mana shu burchatkamiz 65 ming so'm atrofiga aylanadi. 65. Xitoy bo'lsa, O'zbekiston bo'lsa narxida tushaveradi. O'rtasidagi granitni O'zbekistonnikini qildirmoqchi bo'lsa, narxida o'zgarishli bo'ladi. Arzonlaydi. Xo'p, ularda hammasi Xitoy qo'yilgan. Muhammad Yusuf, men video davomida men sana aytdim-da, boshqa viloyatliklar bo'ladigan bo'lsa, Furagami, Isuzigami, misol 100 kvadrat joyim bor degan bo'lsa, bundandir, bundandir, nargi fasondandir. Aytsa, zakaz qilsa jo'nataverasiz. Zakaz qilib bersa, dastavka qilib chiqarib yuboramiz boshqa narsa. Chiqarib yuborasiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz.
Isuzu'lar arzon qadrli obunachi zakaz bersanglar, misol Telefon qilsa bo'ldi, xudo xolasa ishini bitkazib beramiz. 400 ming 500 mingga dastavka qildirasizlar. Toshkentlarga ham chiqaramiz hozirgi kunda ham. Ha? Toshkentlarga ham ishlayapmiz. Dastavka qilib jo'natamiz. O'zimiz shopirlardan olib borib berishyapti, yetkazib. Yaxshi. Muhammad shu bu qanaqa fasonimiz? Bunimiz- Narxi hamma narsasini aytsangiz. Bunimiz narxi bir xil, chunki buni mahsuloti bitta, faqat kubiga ozroq tushadi bunda bolasi. Shuni hisobiga buni narxi 60 ming so'm atrofida chiqadi graniti bilan. Graniti bilan. Ha, bez granit 48 ming so'mdan narxi bir xil sotilaveradi. Yaxshi. Mana bu narsalari nima edi? Bunisi lenta, granitli lenta. Buni narxi alohida bo'ladi. Xohlasa xonadon uyda egasi bizdan oladi. Xohlasa o'zlari bersa, ustalar ham kesib o'zlari aniq qilib osishaveradi. Bunisi adbenniy bo'ladi. Ishdan tashqari holat. Zo'r. Metrajli sotiladi kerak bo'lsa. Xo'p, bu fasonimiz. Bunimiz ham aytganimizdek Astana eksklyuziv deyiladi o'zi aslida. Nariga aytgan fasonimizni katta varianti mana shu. Bu 3-4 yildan beri chiqaryapmiz bu narsa. Hozir ham xudo xolasa modasi o'lgani yo'q. Bir slov. Keyin ishimiz bizda bir sloyli ish. Orqasi misol oldi oppoq bo'lib, oldin ham aytganmiz bu narsani. Orqasi oddiy rastvorli emas. Bizniki bir sloy ichigacha qalinligi qalin, 2,5 atrofida chiqadi qalinligi. Ha, orqasini qorasang endi unaqa emas. Bizda unaqa emas. unaqa Ko'pchilik emas, shunaqa holatda qilib sotyapti, internetga chiqaryapti. Narxida o'zgarishlik bo'ladi-da bunda. Bu ikki sloyli ishlarimiz 40 ming so'm atrofida chiqadi. Bu ikki sloy emasligi uchun bir-biriga rangi urmasdan, adnotonlik bo'lib bir xil turgani uchun jicha narxi balandroq chiqadi. Shuni ham inobatga olib qo'ysak obunachilar. Yaxshi. Nech pul dedik buni pulini? Buni ham puli bir xil, 48 ming so'mdan oq sementli burchatkalarni o'zini beraveramiz. Kubigi desa kubigi bilan, granitli bo'lsa faqat narxi o'zgaradi xolos. Zo'r. Xo'p, keyin Muhammad shu bu burchatkalaringizga kafolat qancha bo'ladi? Kafolat 10 yilgacha garantiya beraveramiz. 10 yilgacha. Sinib ketishiga, uqalanib ketishiga garantiya beraveramiz 10 yilga da. 10 yilgacha. Yaxshi. Yaxshi ustalarni olib bostirishsa bo'ldi. Yaxshi Xudo usta. xolasa. Zo'r. Xo'p, bu modelimiz. Bu modelimiz ham 25-25, bu ham yangilik. O'tgan yilda oxirrog'ida chiqqan modellardan. Rangi o'chmaydi-a, bu rangi Rangi boshqa. o'zgarmaydi, xudo xolasa, bir xilda turadi. Bu narsalar oldin ham bor edi, bu ana narigi ranglarda maloshliroq varianti bu. Kimdir buni xohlaydi, kimdir uni xohlaydi. Kirchimol ekanda bu. Kirchimolroq, ha. Hammasi ham kirchimolroq. Xo'p, nech pul buni narxi? Bularni ham narxi ashtaqa. Graniti bilan bo'lsa 60 ming so'm. Bez dastavka. Granitdan tashqari bo'lsa 48 ming so'mdan beraveramiz. Xo'p. Bu modelimiz. Bu modelimiz dojik deyiladi. Bunisi ham bir 2 yil atrofida bo'ldi chiqqaniga. Xudo xolasa hozirda ham buni klienti yaxshi. Kubigi kattaroq bo'ladi. Buni granitli oladigan klientlarimiz bo'lsa, narxida o'zgarishli katta. Nariga burchatkalarimiz bilan 75 ming so'm atrofida graniti bilan chiqadi. Graniti bilan. O'zini kubigi bilan bo'lsa, bu ham 48 ming so'mga to'g'ri kelaveradi. Faqat laklanmagan holatda. Zo'r. Buni qadrli obunachilar, agar sizlar ham burchatga qildirmoqchi bo'lsanglar, bitta laklab ko'ringlar-da, vahshiy hali xuddi plastmassaga o'xshab qolar ekan mana bu. Xuddi shunaqa, ha. Xuddi plastmassaga o'xshab qolar ekan, rostdan. Aloqaga chiqaverasizlar Muhammad xizmatinglarda. Muhammad Yusuf deyarli hamma narsani berdik, ma'lumotlarda aytdik. Bundan tashqari ham boshqa mana u boshqa posonlarimiz ham bor. hali kirchimol, sal arzonroq, nech puldan nech pulgacha o'zi burchatkalarimiz? 30 ming so'mdan boshlab 80 ming, 70 ming atrofida chiqadi burchatkalar hozirgi kunda. 30 mingdan boshlanadi, eng arzon. Xohlagan turdagi burchatkasini qilib beramiz, zakaz qilishsa bo'ldi, xudo xolasa. Zo'r. Shunaqa qadrli obunachilar, Muhammad Yusufning nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalarimizni o'zlarida ustakalar ham bor. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib xizmatinglarni qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'chiring aka.